Hayyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzollo xush do'stlar. Bu videomiz sizlar bilan birgalikda Car Parkingda uzoq tanaffusdan keyin yana bitta video olamiz. Sizlar bilan ko'rishtirganimdan xursandman. Men yangi mashina oldim, xullas. BMW i7 deyilsa kerak, yana bilmadim. Xo'sh, birinchi bo'lib shu motor nimadirlardan boshlayman. Bu elektronmi, gibridmi, benzinmi bilmayman. Lekin mana akkumulyator, motor, romancha elektronni yana bilmadim do'stlar. Chunki hech BMW i7 ga qiziqib ko'rmaganman. Keyin do'stlar bu dizaynni har deb o'sha BMWlarda ko'rurmaysizlar. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek diskalarni ham chiroyli qilib moslashtirdim. Endi men bu oldidagi rangi, mana bu diskalarni moslashtirish, rang tushirish, sepkular yaltiratish u qiyin narsa, tan olib aytish kerak. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha qildim, endi bilmadim, lekin mana bu joyini to'g'rilash iloji bo'lmadi, afsuski. Xo'sh, nomerlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Nomer yasashni o'rganyaptim. Ozgincha o'xshamay qolgan, lekin bo'lib ketib turadi do'stlar. Nuquli davotganda o'sha narsa kerak. Xo'sh, mana tablolari ko'rib turganingizdek, hozir motorni kuchaytirmaganman, hech narsasini qilmaganman. Xo'sh, mana bu joylari qilib bo'ladi. U misol uchun Mers yoki Malibu Gentra masalasiga shuning uchun ham bunday paranada qilib ketiriladi. Mana bu joylari ham e'tibor berib qo'yinglar do'stlar. Bagati ko'rsatib, bu yoqda xaritasi bilan soatni boshqa narsalar ham qilsa bo'lar ekan, lekin men shuni tanlab qo'ydim. Bo'lib keturadi deb. Bu yoqlariga ham bundoq qilib polni ketibdi, qoyil do'stlar, lekin yomon ham yoqdi. Sirenalar rangiga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Hozir men orqaga ham o'tirib ko'rsam, bunaqa mashinalarni do'stlar hech ham hayotda o'tirib ko'rmaganman. Nasib qilsa o'tirib ko'ramiz. Xo'sh, bu yoqdan ko'rsam, mana telefon dedim, planshetchasimi bor. Bo'lish albatta kerak. Xo'sh. Mana bu joyda nimadir qilsa bo'lar ekan. Mana bu yoqda narsa bo'ladi, bunday tushib qo'yib ketsa bo'lar, remenlarni ham taqsa bo'lar ekan do'stlar. Remen taqinglar. BMWda remen taqmasanglar o'sha gap kerak. Ko'p narsalar o'sha gap deyman, chunki yetkim kelmaydi. Mashina tortishlari zo'r, gearbox qilingan, ko'ringlar o'zinglar. Bu tez tortayotgani uchun ham men elektronik deb o'ylayman, endi bilmadim do'stlar. Chunki BMW hech bunaqa modelga umuman qiziq ko'rmaganman deb mashinani murdik, chunki remen taqmadik. Bunaqasiga qaytamiz va ustiga kirib chiqamiz. Endi do'stlar, ozgincha vaqtdan keyin tez videolar chiqib turadi, chunki ko'p vaqtim bo'lib turadi, xudo xolasa. Prava videosi ham chiqadi do'stlar. Pravani qaysi o'yinda qilinglar, Car Parkingda, Jigulidami yo'masa boshqa o'yinda, asosiy prava topshiradigan joyda, Sparkda topshiringlar, uni ham yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'sh, dachadan chiqamiz, chunki dacha ilongiz bo'lib ketgan. Biz mashinani ko'rishimiz kerak. Unda mana qila qolamiz, qaranglar. Xo'sh, tezroq qolsa-chi men. Hop, nima qilib, mana bu yoqda ko'rsatib beraman do'stlar. Endi men real gonshik emasman. Hop, o'zi zapsga ketdimi? Zapsga ketdi, tormont bo'libdi. Uje mencha qisqa video bo'lib qoladimi, yo'qmi endi uni bilmadim. Xo'sh. FPS 60 asobiy. Respekt. Razraботчикларga ham zo'r taxlab qo'ygan BMW 7ni, lekin yomon yoqdi. Do'stlar, BMW degan avariya degan emas. Muzaffar haydadi degan. BMW yengil stil. Muzaffar haydadi degani, ya'ni Muzolov haydadi degani, bu avariya degani. Real hayotda bilmadim, lekin o'yinda endi urmasak bo'lmaydi. Do'stlar, nima qizig'i bor endi? O'zi real hayotda mashina tormozim yaxshi ishlamayapti. Yo'q, men bosolmayapman, savol. Unda nima qilamiz? Xo'sh, mamnunni o'chirib qo'ysak, brek degan tormozni ham bilmasanglar. Bunda turaversam, tormoz bunday bossa endi risk ishlaydi.
bu mashina, chunki men yaqin oradan kichkina smart mashina bo'ladi. Matizchi. O'shani haydab yurdim, qilib. O'sha mamniyatga ketdi. O'shaning uchun bu ancha katta haydashga o'rgana olmayapman. Nimaga endi hozir bizga kanikul boshlanadi. Yaqin orada hayot. O'shaning uchun konkurslar qilib turamiz, endi videolar olib turamiz. Keyin do'stlar 900 ta bo'lamiz buning uchun. Hammaga rahmat do'stlar. Maqsad o'sha 20 ming ta obunachi. Bundan kelib start kesilgan tahlilimiz mashinani keyin bitta yetilishim kerak bo'lgan gap, aytmasam bo'lmaydigan gap do'stlar. Men gonshik emasman va hech kim bilan poyga o'ynamayman. O'zim poyga o'ynaydigan odamlarim bor, qo'ygan odamlar takishdi. Xo'sh. Nima qilib restart qilamiz-da? Nimagadir mana bos ketdi do'stlar. Lekin ancha muncha sekin aytganimda men go'shik emasman, mashinani poya uchun taxlamaganman. Lekin normalniy rezultat ekan. Jigulida. Taxlimiz do'stlar hali cho'tka qilib 17 sekund общий. Yaxshi, menimcha yaxshi, stokka yaxshi do'stlar. Men uyg'unlashtirilganiga ham e'tibor berasizlar va mashinani eshigini ochamiz sekin. Oppa. Bu mashinaga ham edit olgandim. Menimcha montajni ham qilib qo'yganman. Endi mana shu video 10 ta like yig'sa, o'sha yoqqa yana chippa chiroyli editimni chiqaraman. Va emblem orqasiga katta bo'lgan real hayotda ham ayetini orqasi bilan ko'rib qo'ygandim. O'shanda ham xuddi mana shunaqa edi. Nima deymiz endi? Tomog'im og'rib qolgan. Afsuski videosan polni shunaqa bo'ladi. Vaqt borligida oldim. Ishim yo'q qo'y, sovuq kirib ketdi. Mayli, pech yaxshi ishlamayapti. Vaqtim borligida oldim. Endi vaqtim ko'p bo'lib turadi. Aktivligimiz yo'qolmasin. Prav videosi ham konkurslar ham qorada bo'ladi. Keyin do'stlar qiziq ideya yozib qo'yganga bitta ko'ngli o'sha donat motorli istalgan tutunga bo'yalgan mashina beramiz. Faqat qiziq bo'lsin. Hamma har xil yozatdi. Poyga, moyga, bu. Qiziq bo'lsa, hech qattiq qilinmagandan bo'lsin. U zo'r bo'lardi. Diskalarni ham o'ziga moslashtirma. Endi ko'rdim do'stlar, mana qaranglar. Salonniki bilan bir xil. Men yo'q moslashgan. Men o'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Hamma o'zim mashinasini har qanaqasi maqtaydi shunaqa. Video tugadi. Qiziq bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, qiziq bo'lmagan bo'lsa ham like bosib qo'yinglar. Endi tez video chiqadi aytganimdek. Videoga qatnashmoqchi bo'lsanglar, Muzafov uz chatga qo'shilib, o'sha yerda aytiladi. Video olyapti kanalga emas, ko'proq chatda bo'laman. O'zim ham mazza qilib gaplashib o'tiraman o'tdi. Shu. O'tda keyin video olsam ancha-muncha olni aytaman, hammani sharoitiga qarab. Ya'ni maktab bor, u bor, bu bor, shuning uchun kanikullarda ko'proq turamiz. Qiziq ideya bo'lsa, o'sha odam обязательно qatnashib 500 ga pul mukofotini yutib ketadi. Hammaga xayr.